Yangi qo'shilayotgan qizlar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men sizlarga hozir qisqagina qilib profilim haqida ma'lumot qoldirmoqchiman. Agar yuzingizga aynan nima to'g'ri kelishini bilmasanglar yoki bo'lmasam menga mana shu narsa yoqyapti, lekin menga tusharmikan degan savollar tug'ilayotgan bo'lsa, bemalol meni lichkamga murojaat qilsanglar bo'ladi. Profil shapkasida qoldirganman. Konsultatsiya bizda bepulga amalga oshiriladi. Bepulga aynan sizlarning yuzingizga nima to'g'ri keladi tanlab beraman. Undan tashqari, agar yuzingizda muammolar bo'ladigan bo'lsa, bu bo'yicha bemalol menga murojaat qilsanglar bo'ladi. Sababi men ancha yillik tajribaga ega bo'lgan, undan tashqari o'zim onlaynda emas, aynan offlaynda magazinda ishlagan, ishchi o'rgatgan vakil sifatida sizlarga bemalol ayta olaman. Yuzingizga qarab turib, yuzinglarni xudo xolisa birgalikda davolab ham beramiz. Endi sizlarga yoqadigan yana bitta magazinimizning fishkasi bilan bo'lishaman. Qizlar, aynan bizning magazin nima bilan ajralib turadi boshqa magazinlarga qaraganda? Bilasizlar, asosan mijozga nima muhim? Bu sifat birinchi o'rinda va narx muhim bo'ladi. Agar mahsulotingiz sifatli bo'lib, undan tashqari agar narxi ham hamyonbop bo'lsa, nimaga siz u narsani olmasligingiz kerak? Yoki bo'lmasam, nima uchun siz boshqa qimmat joydan o'sha narsani olishingiz kerak, to'g'rimi? Aynan shu vazifa bilan men bu ishimni boshlaganman. Aynan shu vazifa meni maqsadim ustida turgan bo'lgan. Shu uchun ham qizlar narxiga xohlaganingizcha e'tibor berib, solishtirib ko'rib, boshqa joylar bilan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Bizda eng arzon narxli qo'yib boriladi, iloji boricha. Men hamma bilan solishtirib, narxlarni eng arzon qilib qo'yaman.